Meyitga ixlos to'pisi damida qilish. Savol. Assalomu alaykum. Allohga hamdu sana, Rasulullohga durud salomlar bo'lsin. Meyitni dafn qilganda sura ixlosni o'qib, to'piga damida qilib, meyitga ishiladigan ish bor. Buning dinimizdagi o'rni qandoq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alloh taolo har bir jon egisi o'limni tadg'ochidir. Qiyomat kuni sizlarga amallaringlarning mukofot jazosi to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroqlashtirilib jannatga kirgizilsa, u utqan bo'ladi. Dunyo hayoti faqatla aldinadigan kishi oladigan narsadir. Al-Imron surasi 185-oyat. Uning zaminning ustidagi hamma yo'qolg'uchidir. Rahmon surasi 26-oyat degan. Mujohid rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'ramni tutib turib, dunyoda sen go'yo g'aribdak yoki yo'lovchidak bo'lgan dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Kech qilganingda tongni kutmagin. Tong atqizganingda kechni kutmagin. Sog'lom vaqtingni betob vaqtingdan burun g'animat bilgin. Hayot vaqtingni mamat vaqtingdan burun g'animat bilgin. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu shundoq deydi. Dunyo orqani qilib ketdi, oxirat oldini qilib keldi. Har ikkilisining esiladigan bolalari bordir. Sizlar oxiratning bolalaridan bo'linglarki, dunyoning bolalaridan bo'lib qolmanglar. Chunki bugun ish bor, hisob yo'q, ata hisob bor, ish yo'q. Hamma e'tirof qiladigan haqiqat shuki, har bir odam bolasi umri har qancha uzirgan taqdirdami, hamon bir kun o'lmay qolmaydi. Shunga o'lim kelishdan burun hayot chaqida solih amallarni qilish orqali oxiratligining g'amida bo'lish zarur. Bir kishi sakratga tushganda yanida turib la ilaha illalloh deb talqin qilib turish hadisda ko'rsatilgan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Sakratdagi odamga la ilaha illallohni talqin qilinglar. Jini chiqib ketsa, ko'zini yumib, inkini tangib, uninga mag'firat, rahmat qatorliqlarni tilab duo qilish, andin yuyib tarab, kepallab, namozini tushirib, tezroq yerligida qo'yib o'tish lozim. Namozini tushirishdan burun meyitning qarzi bo'lsa, ado qilib o'tish zarur. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Salamaning qishig'iga kirdi. Uning ko'zi ejirib qolgan edi. Yumdirdi. Andin keyin ruh qabzi qilinganda ko'z uningga ergashidi dedi. Abu Salamaning oilasidagilar varqirishib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zinglarga yaxshi duo qilinglar. Chunki farishtalar nima desanglar amin deydi dedi. Andin keyin ey Alloh, Abu Salamani mag'firat qil. Uning darajasini hidoyat topganlar qatorida yuqori qilgan. Uning qilib qolgan oilasidagilarga kepillik qilgan. Biz va uning uchun gunohlarimizni mag'firat qilgan. Ey olamlarning parvardigori, uning qabrisini kengri va nurli qilgin deb duo qildi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Jinozani ittik elib manglar. Agar u solih, yaxshi banda bo'lsa, uni o'z maqomiga tezroq oborgan bo'lsizlar. Agar uning aksichi bo'lsa, undaq yomon bandani ko'tarishdan tezroq qutulib qolasizlar. Meyitni yerligida qo'yib bo'lgandan keyin meyitga mag'firat tilash, savol so'ralganda tavrinmay turishni tilash lozim. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meyitni dafn qilib bo'lgandan keyin qabrisi beshida turib, uning tavrinmay turishni tilaydi va qarindishinglarga mag'firat tilanglar, chunki u hozir so'roq qilinayotidi deydi. Imom Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning meyitni dafn qilish usulini mundaq bayon qiladi. Meyitni dafn qilib bo'lgandan keyin qabrisi beshida sahobalari bilan birga turib, uning tavranmay turishini tilaydi. Sahobalarni uning tavranmay turishini tilashga buyurdi. Andin vasiyat qilgan bo'lsa, vasiyatlarni o'rindash, undan keyin mirosini shar'iy taqsim qilish zarur. Ammo ixlos to'pisiga kelsak, meyitga sura ixlosni o'qib, damida qilib, meyitga ishiltish to'g'risida hozirga qadar biror kitobda ma'lumot uchratmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoki sahobalarning unda qilganligini bilmayman. Bu bid'at bo'lsa kerak. Shunga meyitga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatida kelgan ishlarni qilib dunyodan uzitish lozim.
imom Shofiy va imom Ahmad qatorliq olimlar meyitni yerlikida qo'yib bo'lgandan keyin ustiga to'pi tashlashda qo'li bilan 3 o'chim to'pi tashlashni mustahab deb qaragan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birining namozini tushirgandan keyin jinoza bilan billa qabr beshiga keldi va uni qabrisiga qo'yib, qabrisiga bosh tarafidan 3 o'chim to'pi tashdi. Amir ibn Rabi'a radhiyallohu anhu aytadi: Man Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Osman ibn Maz'unni dafn qilganda, uning namozini 4 takbir bilan tushirib, qabrisining bosh tarafida turib, o'z qo'li bilan 3 o'chim to'pi tashlaganligini ko'rgan. Bu hadisga asosan qabriga bosh tarafidan 3 o'chim to'pi tashlash mustahab. Bu vaqtda sahoba kiramlardanmi rivoyatlar kelgan. Lekin bu to'pilarga ixlos surasini yoki boshqa biror oyatni o'qish haqida hadis yo'q. Shunga hadisda kelgani bilan cheklanish lozim. Vallohu a'lam bis-savob. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 123 numurliq fatvo.